Kimni peshonasidagi eng sho'r yozuvsiz? Kimni peshonasidagi eng sho'r yozuvman? Hech kimni. Navoz aka. Man nasib etmagan insonlar. Buning uchun men Allohga behisob shukr qilaman. Shu menga dushman deb bilganlarni peshonasidagi eng sho'r yozuv bo'lsam kerak. Atrofimdagi hammani. Hech kimmi? Hech kimmi? Buni bilmas ekanman. Man onamni bo'lsa kerak edi. Ko'p qiynaganman. Onasini qiynaydi-da bola. Qancha yaxshi ko'rsa, o'sha eng yaxshi ko'rgan bolasidan ko'proq qiynaladi.